안녕하세요. shu yerdagi sharoit yaxshi-ku, hammalar o'zbeklar. Ular juda mehribon. Ish taklif qilgan vaqtda nima keldi xayolingizga? O'zbeklarni yaxshi bilaman deb O'ylab shunaqa o'tirmadingiz? emas, o'rgana olmayman deb o'ylayman. Hozir ham men ajrata olmayman. Shu talaffuz chiqarish qiyin bizga. Kelganimdan oldin rus tilini ko'rdim, lekin rus tilining grammatika juda qiyin ekan. Rostdan Z yo'qmi? Yo'q. Mani ismim Ziyoda bo'lsa qanaqa chaqirasiz? Hozirgina sekinroq gapirishga gapirib bering. Aziza shunaqa deb chaqirdim. Ismini eshitib kulib o'tiradi. Reklamalarda hammasi kirilcha edi. Men O'zbekistonga boraman, ularning madaniyatini yaxshi bilish uchun, ularning tilini bilish kerak deb o'yladim. Shuning uchun men o'zbek tilini tanladim. Koreyslarga o'zbekcha shunaqa qiyin emas. Bodomzor, olmazor, uzumzor. Onasi tarbiya qizini qiladi, shunaqa ma'nosiku. Siz o'zbek bo'lib ketibsiz. Tal. Hammasi talku. Chiqarmasligi kerak. Voy chiqib ketyapti manda L harfi. Sizga vazifa. J bilan J farqini bilib kelasiz. 안녕하세요. 감사합니다. 반갑습니다. 김큐브 아예. 감사합니다. Yana bir bor 안녕하세요. Kim xonam, assalomu alaykum. Rahmat. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Avvalambor sizga katta rahmat. Vaqtingizni ajratib, yo'q demay bizni Ibrat kashfiyotlari podkastimizga tashrif buyurganingiz uchun. Rahmat, arzmaydi. Juda xursand bo'ldik, lekin men juda ajablandim ham. Rosti endi sir emas, o'zingiz ham bilasiz, tarixiy misolchi 80 yildan oshiq vaqt mobaynida Koreyadan juda ko'plab 200 ming deyiladi rasmiy, norasmiy balki undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Shu Stalin davrida bo'lgan, bu sobiq ittifoq davrida bo'lgan 200 mingga yaqin koreys fuqarolari yuk nimalariga, poyezdlarga o'tkazilib, yuk vagonlariga o'tkazilib, ularni O'rta Osiyoga, xususan Qozog'iston va O'zbekiston hududlariga repressiya ham o'ziga xos bir yuborishgan o'sha paytda va yo'lda juda ham ko'plab insonlar afsuski nobud bo'lgan, chunki qish qahraton bo'lgan, ochlik va kelganlaridan so'ng ham juda o'sha paytda qishlar juda ham qattiq bo'lgan. Shundan beri mana O'rta Osiyoda, xususan Qozog'iston va O'zbekistonda ko'plab koreys yurtdoshlarimiz yashashadi. Demak, bugun siz haqingizda. Kim xonim, O'zbekistonga kelganingizga necha yil bo'ldi? Men 7 yil bo'ldim kelganimga. 7 yil. Qiynalmadingizmi? Qiynaldim, lekin shu yerda shu madaniyatni bilish uchun, yashash uchun, til bilishni harakat qildim. Shu yerdagi sharoit yaxshi-ku, hammalar o'zbeklar. Shuning uchun menga ko'p yordam berdi. Shuning uchun yaxshi shu tilni ham o'rgandim. Siz 7 yildan beri ishlayapman dedingiz. Sir bo'lmasa qayerdan ish taklifi tushdi va qayerda ishlayapsiz mana 7 yildan beri? Chunki bu ozmuncha muddat emas. Shu boshdan ishlagan emas. U kelganimdan keyin birinchi sharqshunosligida dars berdim. Ya'ni ta'lim sohasida ish taklif qilishdi. Shunaqa. Ish taklif qilgan vaqtda nima keldi xayolingizga? Hali O'zbekiston haqida bilmagandirsiz u payt 7 yil oldin. Shu payt men Koreyada ham koreys tilini o'rgandim chet elliklarga. U paytda O'zbekistondan kelgan talabalar bor edi. Ular juda mehribon, juda yaxshi. Shunga men o'zbeklarni yaxshi bilaman deb o'ylab shu taklifdan keldim. Ya'ni afsus qilmadingiz? Yo'q. O'ylab o'tirmadingiz. Boshqa davlatdan shu yerda juda yaxshi ekan, juda mehribon, menga yoqdi. Xursandmiz, sizga yoqqan bo'lsin. Demak, birinchi sharqshunoslikdan boshlagan, sharqshunoslik universitetida boshlagansiz ish faoliyatingizni. Keyinchi bir necha o'quv markazida darsni berdim. Undan keyin hozir jahon tillarida dars beryapman. Yana shu koreys elchixonadan ochilgan koreys o'quv markazida ham dars beryapman.
Janubiy Koreyani O'zbekistondagi elchixonasi yangi ochgan ushbu Aha. ta'lim markazini va u o'quvchilar uchun bepul, shundaymi? shunaqa bepul. Ha. mingta u talabalar o'qiyapti. Mingta. mingta shu 3oydan mingta shunaqa bo'lsa 1 yilda 3000ta o'quvchilar o'qiyapti. Juda zo'r-ku. Juda zo'r. Men shaxsan bilmas ekanman. Kim xonim endi sira emas, MDH davlatlariga ish faoliyati bilan keladigan insonlar yoki o'qishga keladigan insonlar ko'pincha rus tilini o'rganishadi. Ya'niki o'ylashadi, u yerda boshqa respublikaga borsam rus tili qo'l keladi deb o'ylashadi. Lekin misol uchun rus tilini men shaxsan kuzatuvlarim aynan O'zbekistonda unaqa ko'p odam gaplashmaydi rus tilida. Poytaxtda bo'lishi mumkin, to'g'ri. Poytaxtda ham misol uchun eski shahar taraflarini nima qilsangiz, biza u taraflarda sof o'zbek tilida, rus tilida yangi shahar tomonlar deydi, lekin unaqa protsent misolida oladigan bo'lsak, unaqa ko'p emas. Rus tilida gaplashadiganlar va boshqa shaharlarda ham misol uchun aytaylik. Lekin asosiy qismi aholini 95% balki undan ko'pdir o'zbek tilida gaplashadi. Lekin endi bizda kuzatuvlarimiz shunaqa, rus tilini o'rganishadi, chunki bu yoqqa borsam, bu yoqqa borsam kerak bo'ladi bu narsa deb. Mana sizga ish taklifi tushgan 7 yil oldin. 7 yil oldin O'zbekistonga kelish uchun siz misol uchun o'zbek tilini o'rganishni tanlagansiz, to'g'rimi? O'zbek tilini o'rganaman degansiz. Nima uchun rus tilini emas? Shu men kelganimdan oldin rus tilini ko'rdim, lekin rus tilining grammatika juda qiyin ekan. Menga o'rgana olmayman deb o'ylayapman. Yoshi bo'lsa o'rgana oladi, lekin mening yoshim katta. Shuning uchun men umuman o'rgana olmayman deb o'yladim. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab men O'zbekistonga boraman. Ularning madaniyatini yaxshi bilish uchun ularning tilini bilish kerak deb o'yladim. Shuning uchun men o'zbek tilini tanladim. Madaniyatlarimiz albatta juda ham yaqin. Ayniqsa bizni xalq ham koreys madaniyatini ancha-muncha yaxshi biladi. Ya'niki seriallar bor, Tangim, Jumong, Saroy Javohirmida shu Tangim eng sevimli meni serialim u yoz ifori, qish san'atasi. Mana shu seriallarni ko'rib, tarixiy seriallarni ko'rib, Koreya madaniyati, insonlari tarixi haqida yetarlicha bir ma'lumot ola bilganmiz, ya'ni seriallar orqali. Xo'p, endi mana o'zbek tilini tanlayapsiz. O'zbek tilini tanlaganingizda o'qish jarayonida, o'rganish jarayonida qanaqa qiyinchiliklarga duch keldingiz? Shu o'zbek tilini yaxshi bilish uchun menga notanish so'zlar juda ko'p. Shuning uchun men juda qiynaldim. Shunga faqat uyimda o'qimadim. Ko'chada ko'p yurib, odamlardan so'rab, javob olib, yordam so'rab, javob olib, shunaqa o'rgandim. Shuning uchun shu notanish odamlardan ham menga ko'p yordam bergan. O'zi umuman o'zbek tilini o'rganish osonmi yoki qiyin? Menimcha koreyslarga o'zbekcha shunaqa qiyin emas. U grammatika o'xshaydi. Shuning uchun koreyslarga o'zbekcha osonroq. Shunaqa deb o'ylayapman. Tushunarli. Kim xonim bilamiz, koreys tilida z tovushi yo'q. Men endi bildim buni. Rostdan z yo'qmi? Z yo'q. Meni ismim Ziyoda bo'lsa qanaqa chaqirasiz? Men hozir juda astoydil o'ylab Ziyoda deb chaqiraman. Lekin birinchi marta men talabalarni chaqirganda, masalan, Aziza shunaqa deb chaqirdim. Ular ismini eshitib kulib o'tiradi. Shuning uchun men so'radim, nimaga kulyapsiz deb so'rasa, mening ismim shunaqa emas, Aziza deyadi. Men Aziza desa, shu yo'q emas deyapti. Endi Aziza mayli-ku, meni ismim Aqida, lekin Aqiqa deyishadi. Aqiqa bu bizda bola tug'ilganda o'tkaziladigan marosim. Chaqaloqni sochini olishadi va o'shanga sochini og'irligicha kumush beriladi, ya'ni shu.
Endi men ham xafa bo'lardim to'g'risi mani ismim bilan. Ya'ni aqida degani bu ishonch, e'tiqod degan ma'nosida. Haqiqiysi shu. Yo'q, endi hazildan tashqari, chunki z harfini bo'lmagandan keyin alifboda uni talaffuz qilishi o'zi qanaqadir og'irda. Bu qanaqa talaffuz qila olgansiz shunga. Keyin o'zbek tili deb mana. O'zbek tili z. Ayta olasizmi? O'zbek tili. To'g'rimi? Aytyapsiz? To'g'rimi? To'g'ri aytyapsiz. Qaysi tovushlarni chiqarishda qiyinchilik bo'lgan sizda o'zbek tilida aynan? O'zbek tilida bu z bilan s. S. Sichqon. Sichqon. Aytyapsiz-ku. Undan keyin qaysi? Q bilan Mana aqida. q bilan q, yana g bilan q. Shunaqa o'zira ham men ajrata olmayman. Shunaqa. Qaysi q bilan q? Masalan, o'g'il shu talaffuz chiqarish qiyin bizga. Tushunaman, chunki yana bir bor aytaman, hammani alifbosi o'ziga xos va talaffuzlari ham albatta ba'zi bir tovushlarni boshqa, misol uchun aytaylik, tillarni nimasida chiqarish bizga ham qiyin. Bizga ham, O'zbekistonga ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun bu normal holat hamma yerda. Lekin o'zbek tilini o'rganganingiz va unda bemalol so'zlasha olayotganingiz uchun alohida hurmat, ehtirom sizga, alohida qarsakilarimiz. Rahmat. Juda chiroyli gaplashar ekansiz. Kim xonim, bilasiz, O'zbekistonda ikkita alifbo bor hozirgacha. Bu ya'ni lotin hamda kirill alifbosi. Endi lotin alifbosida hamma ish hujjatlari aytaylik, hammasi lotin tiliga o'tgan. Kirill alifbosida o'zaro endi maishiy mana shunaqa nimalarda yozishimiz mumkin, lekin xat hujjatlar hammasi lotinda. Sizga qaysi biri qulay? Men u boshdan kirillchani o'qidim. Kelganimda u reklamalarda hammasi kirillcha edi. Shuning uchun men o'qiy olmadim. U joyini topolmadim. Shuning uchun men kirillchani o'rgandim. Juda g'alatilik. Kirill aka nimaga shunaqa harfini yozdingiz deb ko'p o'yladim. Lekin lotincha bo'lsa inglizchadan o'xshaydi-ku. Shuning uchun tanishgan. Lotin sizga yaqinroq, ya'ni osonroq. Osonroq. Lekin shu kirillcha o'qimasa joyini topolmadim. Shuning uchun u hozir bemalol topyapsiz shekilli, joyida hamma yerda lotinda. Lekin shunaqa hozir lotin bo'ldi. Shunaqa juda yaxshi deb o'ylayman. Kirill ham qiynalib o'qidim, lekin o'qiy olaman. Lekin hozirgacha shunaqa yaxshi o'rganmaganiga o'xshaydi. Misol uchun shaxsan biz maktabda o'qigan paytimizda kirill alifbosida o'qiganmiz. Bizdan keyingilar desam, shu 2-3 yil keyin bitirganlar, ular lotin alifbosida o'qish, yozish nima qilishgan. Menda nimagadir mana kirill alifbosida bo'lsa, mana qog'oz bitta ko'z tashlasam yetadi. Tushunaman. Sizda lotinda bo'lsa bitta ko'z tashlasangiz, mana tushunsangiz kerak. To'g'ri shunaqa. Yaqinligiga, ya'ni mosda bu. Misol uchun kitoblarni o'qishdan sal biroz menda qiyinchilik bo'ladi. Darhol ilg'ab olmayman. Ya'ni tutuq belgilari bor bilsangiz, mana shunaqa. Lotinda ya'ni menga biroz qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun bu ham individual. Ozgina sekinroq gapirib bering. Men tez gapiraman deb uzr. Ozgina sekinroq gapiraman. O'zbek tilida 2 xil i tovush bor. Ilon bor, bir bor. Qarang. Kim xonim, o'zbek tilida 2 xil i tovushi bor. Ya'ni jaranglashi. O'zi bitta alifboda, ya'ni bitta harf, lekin so'zni o'rtasida kelsa boshqacha talaffuz qilinadi, so'zni boshida kelsa boshqacha talaffuz qilinadi. Misol uchun, ilon, ilon. Bir raqam bor-ku, bir. Mana yoki bo'lmasa mana j harfi bor. Misol uchun jo'ja bo'ladi, so'zni boshida kelsa va ba'zi bir so'zlar mana jurnal, j. Bilmayman, men o'rgandim. Bilmasdingizmi?
Endi sizga uyga vazifa. J bilan J farqini bilib kelasiz. Men uni bir xil aytyapman. Jurnal deyapsiz. Jurnal. Ha. Ha. Jo'ja shunaqa deb bir xil Jo'ja aytyapman. jo'ja bo'ladi. Jurnal jo'ja. Ilon bilan bir qanaqa aytasiz? Ilon bir shunaqa o'xshadimi? Men bilmayman, farqlashini Boshida i bilmayman. de, ana ilonni Ilon. birga kelsa u o'qiydi. Bir. Bir. Mana ibrat. Mana ide ibrat. Anani oxirida i-ku, qarang yozuvni. Oxirida i-ku. Farzandlar bo'lyapti-da. I bo'lyapti boshida kelsa, oxiridagi so'z o'rtasiga kelsa i bo'lyapti. Shunda qiynalmaysizmi? Shu u talaffuz Koreada ham i ham bor, i ham bor. Shuning uchun qiynalmayapman. Yo'q, talaffuz qilishga qiynalmaysiz, lekin bularning farqini bila olasizmi? Farqini bilaman. Mana buni o'qib bera olasizmi? Yoshlar ishlari. Agentligi. Mana ishlari. Mana i'siga ko'proq urg'u berilyapti, lekin bu i bo'ladi agentligi. Agentligi. Shuni so'ramoqchiman, ya'ni. Okey, lekin juda ham yaxshi gaplashasiz, ko'z tegmasin. Yuqsin ba'zi bir yurtdoshlarimizga. Kim xonim, koreys tilida chim degan so'z bor ekan. Uni ma'nosi nima? Chimning ma'nosi yuqning ma'nosi. Koreys Yuq. yuq. Bu yuq poyezdda koreylar O'zbekistonga keldi-ku, shu yuq. Kim xonim bir ajoyib bir qiziq ma'lumotga ko'zimiz tushdi. Bir ekspertimiz buni aytib bergandilar. Qog'ozga tushirdik uni ham. O'zbek tilida chimildiq so'zi bor. Chimildiq eshitgansiz? Bu to'ydan keyin kelin-kuyov kirgan xonaga parda tutiladi. Parda. Shu pardaning nomi chimildiq. Ilmiy manbalarga ko'ra, chimildiq so'zidagi chim aynan koreys tilidan olingan. Shunaqami? Qarangda, juda ham qiziqarli ma'lumot. Ya'ni qadimda podshoh o'tirganda orqasida parda tortilgan bo'ladi va unda ayollar o'tirgan bo'ladi. Bu biz tarixiy seriallarda ham, koreys shu tarixiy seriallarda ham ko'rganmiz. Ya'ni podshoh o'tiradi, koryo deyilgan o'sha paytda, gogriyo, koryo deyilgan. Podshoh o'tirgandan keyin orqasida harir matodan parda tortilgan va ayollar o'tirgan. Malikalar o'tirgan u yerda. Mana shu parda chim deb atalar ekan koreys tilida. Menimcha bu eski koreys tilida bo'lsa kerakki, ya'ni unutilgan. Hozirchi ma'nosi sal boshqacha bo'lgan. Mana shu so'z keyinchalik xitoy tiliga, xitoylardan keyin uyg'urlarga ko'chib kelgan. Uyg'ur tilidan keyin diq qo'shimchasi qo'shilgan. O'shanda hozir bizning tilimizda o'zlashgani chimildiq. Chim so'zi lekin asosiy ekan, o'zagi ekan, bu Koreyadan kelgan ekan. Bilarmidingiz? Chimning ma'nosi shunaqami? Men birinchi eshitdim. Shu Koreyada qamoq degan so'z bor. Qamoq. Nima? O'zbekistonda ham qamoq. Sizda nima ma'no u so'z? O'xshaydi, qamoqxona. Qamoq, qamoqmi sizda ham? Bizda ham qamoq. Jinoyatchilar olib qo'yadigan joy. Bu qamoq. Yana nima so'zlarimiz bor ekan? Nimalardir chiqadi. O'rtoqlar bilsanglar kommentariyada yozib boringlar. Undan keyin yana nima bor? Shu appa degan so'z bor-ku. Biz dadamizni appa deb chaqiradi. Sizlarning eskida appa degan yo'qmi? Yo'q, bizda ota. Ota, Ada, dada. dada. Biz appa. Apa endi bizda opa ko'proq. O harfi bilan bo'ladi. Opa u, ya'ni tug'ishgan opasi yoki yosh katta ayollarga nisbatan opa deb aytiladi. Lekin bilasizmi, Toshkentda opa dada deyilardi. Ya'ni otani otasini. Ya'ni buvani opa dada deyilardi. Endi u oppoq ma'nosidami, yo'q apadan olinganmi? Bunisi menga qorong'i, balki shunaqadir. Chunki sizda ota bo'lsa apa. To'g'ri. Bizda apa doda. Opa doda. Qanaqadir qiziq jihatlari bor, buni o'rganib ko'rish kerak albatta. Lingvistlar o'rganadi, buni tarixchilar o'rganadi. Bizga yo'lmasin deydi-ku. Kim xonim, sizdan iltimos bo'ladi. Biz sizga qo'shimchalar aytamiz. Siz shu qo'shimchalar bilan so'zlar tuzib berasiz. Chi, zor. 치다 옷도 붙지, 옷구 붙지, 솥도 붙지, 하이도 붙지, 슈나가 치 소질라는
qo'shimchani o'rgandim. Aha. Undan zo'r bo'lsa joyning ismi bodomzo'r, olmazo'r, uzumzo'r, yana gulzo'r shunaqa joylarning ismini Qoyil o'rgandim. degan zo'r. Qoyil. Mening zo'rning talaffuzi to'g'rimi? Zo'r. Zo'r. To'g'rimi? Endi bilasizmi, bu yana bir bor aytamiz, hammani, har bir mamlakatni, har bir xalqni o'zini tili va undagi harflar talaffuzi o'zgacha. Ba'zi bir misol uchun harflarni biz talaffuz qila olmaymiz. Endi koreys tilini men bilmayman rosti, lekin bilganlardan so'raganimda bizda ayniqsa vodiydan, ya'ni xususan Andijon, Namangan, Farg'onadan Koreyaga juda ko'p inson o'qigani, ishlagani ketishadi va u yerda o'quv kurslari juda ko'p. Juda ko'p u yerda. O'zingiz ham o'sha yerda dars bergansiz shunaqa talabalarga koreys tilida yana qo'shimcha. Koreys tili bilan o'zbek tilini lug'atidagi harflar, ularning talaffuzlari o'xshash. Misol uchun qni ayta olasizku. Qni lekin hamma ham ayta olmaydi. Shunaqa masala bor. Italiyaliklarga men ismimni aytganimda akuida deyishadi. Q aytishomda, qida deyishomda, akuida. Ya'ni ularni alifbosida q harfidan keyin albatta u kelish kerak, u harfi. Aquida qilib yoziladi, akuida deyishadi shunda. Ya'ni bu normal holat. O'shaning uchun siz bu masalada hech ham aslo bir qo'yningizga kelmasin. Z harfi chiqyapti, menda chiqmayapti. Juda yaxshi chiqyapti. Va juda ham chiroyli gaplashar ekansiz, ham pozitiv o'zbek tilida mana suhbatlashyapmiz. Juda katta. O'zbek talabalaridan shu koreys tal shunaqa uchtani ajrata olmaydi. Koreys nima tovushdadan. Tal bilan tal. 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 Hammasi talku. Yo'q, uchta ajratish kerak. Yo'q. Tal bo'lsa oy, tal bo'lsa qiz, tal bo'lsa maska. Tal. Tal bilan tal bo'lsa o'zgina qattiqroq tal. Birinchisi tal, qattiq. Tal. Ikkinchisi tal, yumshoq. Tal. U boshini qattiq Tal. U nima chiqarmasligi kerak. U shu. Tal. Undan keyin tal. Voy chiqib ketyapti demanda l harfi. Shunaqa o'zbeklar juda qiynalyapti. Koreys tovushdadan. Gruzin tilida misol uchun ularda ham qadar harflar borki, mutxvar harf deyishgan. Men ham tushunmaganman. Mutxvar harf. Men seni yaxshi ko'raman degan ekan. Mutxvar harf. O'shanda 10 marta takrorlaganman, baribir chiqara olmaganman. Kim xonim, men sizga o'zbek xalq maqollalarini aytaman va siz nima tushunganingizni aytib berasiz. Xo'pmi? Boshladikmi? Xo'p, demak, birinchi maqolamiz. Oyni etak bilan yopib bo'lmaydi. Shu Koreyaning maqollarida shunaqa ma'nosi bor. Kafti bilan osmonni bektirib bo'lmaydi. Ma'nosini tushundingizmi? Yo'q, men sizdan ma'no so'radim. Yo'q, shunaqa o'xshaydi. Koreys U maqolda. nima ma'noda? Misol uchun kaft bilan osmonni bekita olmaysan degan nima ma'no beradi? U yashirin bo'lmaydi shunaqa ma'nosi. Yashirib bo'lmaydi. Bir xil ekan demak ma'nosi tushunarli. Shunaqa ma'nosi. Koreyada ham bor. Ikkinchi maqol. Onasini ko'rib, qizini ol. Shu onasi bilan onasi tarbiya qizini qiladi. Shunaqa ma'nosi-ku. Siz o'zbek bo'lib ketibsiz. Koreyada ham shunaqa bor. Onasini qarab, qizini olish kerak. Shunaqa ma'nosi Koreyada ham. Aytyapman-ku, o'zbeklar va koreyslarning madaniyatida juda o'xshashliklar ko'p. Juda ham bu narsani endi hozir boshqacha yana gaplashadigan bo'lsak, menimcha bunaqa podkastni 10 ta podkast siz bilan alohida qilamiz. Ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar. Shu ustoz shogird ustozdan nimadir o'rganadi. Shuning uchun ustoz juda muhimning ma'nosi-ku. Koreyada ham shunaqa ma'nosining maqol bor. Ustozi yo'q, shogirdlar yo'qotib qoladi. Shunaqaning maqollar bor. U o'xshaydi. Bu ham o'xshash ekan haqiqatdan. Kim xonim, siz bilan juda ham maroqli suhbat bo'ldi. Rosti endi sizni ham hozir vaqtingiz chegaralangan ekan.
Shuning uchun vaqtingizni olmaylik. Juda ham xursand bo'ldik kelganingizdan, tashrif buyurganingizdan. Va o'ylaymanki, ko'rsatuv hammamizga birdek yoqadi. Hali chiqqanda ko'rsatuv tomoshabinlari ham alohida fikrlarni, izohlarni yozib ketishadi. O'zbek tilida, endi tabiiy siz bilan o'zbek tilida gaplashyapmiz. Tinglovchilarga umuman yoshlargami, kim bo'lishidan qat'iy nazar bu yerda bizni ota-onalar ko'rishadi, yoshlar ko'rishadi. Ularga nima tilaklaringiz, umuman xalqimizga tilaklaringiz, niyatlaringiz? Rahmat sizlarga taklif qilgani uchun va ko'p o'zbeklar koreys tilini o'rganyapti. Shunga biz Koreyadagi davlatdagilar juda rahmat deb o'ylayapti va O'zbekistonga kelib ko'pchiligi koreys tilini o'rgatish uchun harakat qilyapmiz. Shuning ma'nosi Koreya bilan O'zbekistonning nima aloqa juda yaxshi, juda do'stlik deb o'ylayapmiz. Shunaqa davom etishga harakat qilishamiz deb aytyapman. Albatta, katta rahmat. O'zbekiston va Koreya do'stligi abadiy bo'lsin. Millatlararo, xalqlararo, davlatlararo umuman har qanday aloqalar yaxshi natija beradi albatta. Xususan madaniyatimiz juda ham o'xshash va koreys insonlar haqida faqat yaxshi fikr eshitganmiz. O'zimizda ham koreyslarimiz mana bor va o'ylaymizki, xudo xohlasa bu yog'iga ham hamma har tomonlama bu aloqalarimiz jadal rivojlanib boriladi va sizdagi insonlarimiz ko'payadi xudo xohlasa va O'zbekistonga yana bir bor, endi 7 yil oldin bo'lgan ekan, endi yana bir bor xush kelibsiz va biz juda ham xursandmiz O'zbekistonda mana shunday bizni ustozimiz borligidan. Rahmat. Sog' bo'ling. Azizlar, agar siz ham o'zbek tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, siz yoki tanishlaringiz yoki hamkasblaringiz aytaylik va bunga agar qiynalayotgan bo'lsangiz, bir yaxshi maslahatimiz bor, tavsiyamiz ham bor. learnuzbek.ai mana shu platformaga kirib o'zbek tilini o'rganasiz. Demak, sizlar bilan Ibrat kashfiyotlarida Aqidaxonim hamda